Mashg'ulotlar juda qiziqarli, chiroyli. Malakali ustozlar ta'limi qiziqarli va maroqli bo'ldi. bilimlarimiz yanada oshdi. Yangi metodlar o'rgandik. O'zimizga bo'lgan ishonchimiz yanada kuchaydi. Ustozlarga rahmat. Bir oy mobaynida o'qiganimizda juda ham ko'p yangiliklar, innovatsion g'oyalar, metodlar, integratsiyalashlarni o'rganib, o'zimizga juda ham ko'p kerakli ma'lumotlarni oldik biz o'zimizga. Biz o'yin orqali ko'proq bolaga bilim berishimizni yanada mana shu mahorat markazida mustahkamladik. Aprel oyida xudo xolasa mana shu yerdagi olgan bilimlarimizni, barcha ko'nikmalarimizni o'zimizni tashkilotimizda yangiliklar bilan, innovatsion g'oyalar bilan qo'llab beramiz degan umiddamiz. Mana shu yerdagi barcha pedagoglarimizni ishonchlarini albatta oqlaymiz. Kurs rahbarimiz Sarvinoz Habibullayevaga ham alohida minnatdorchiligimizni bildirmoqchimiz.